shaharning qoq markazidan qaynab turgan yerdan ana shunday odam g'ojim yeridan biznes boshman degan birodar uchun ajoyib bizdan ham sotuvga chiqatirganlar. Videoni oxirigacha ko'ring, like-ni bosib keting. Mo'j siz amasangiz yana bir biz yerdan bir biznesni birodlarga nasib etib turgan chiqar bizdan ham polni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Yer maydoni X o'tkili bo'ladi. Batafsil ma'lumotni video davomida aytib o'tamiz. Ketdik. Bizning ko'chaga qaragan ko'rinishi bo'ladi. Sirtqi fasadlari remontlangan, polni yuqorida mana 3 ga bo'lingan qismi 3 bo'lak arendaga berilib turibdi. Pastida 2 bo'lak qismi 2 отдельный arendaga berilib turibdi. Mana birinchi do'kondan boshlab ko'rsatib boshlaymiz. Bu zdaniyamiz 2 etaj, 3 etaj etib tiklashgan, moslashgan, tillari podoshkali, bu yerda hozir do'kon etib arendaga o'tiribdi. Bu yoqda mana orqaga skladlar ham bor. Yer maydoni X o'tik, tiniq X o'tik bo'ladi yer maydoni. Bu mana skladini chegaradan sklad aylantirib olganlar go'rga. Bu o'rtanga kirishi bo'ladi. Общий yerga 5 odamni bo'lib arendaga qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerdan 2-etajga, 3-etajga chiqishga lisensiyaga plan etgan ekanlar. Miyda mana bir xonasi bor. Ayına arendadan 10 milyon atrofida pul kelib turadi ekan. Ham yerga arendaga qo'yadigan bo'lsangiz, agar 5 yerga da qo'ysangiz 1000 dollar atrofida arenda pul keladi ekan. Bu esa bu yoq orqa ko'rinishi bo'ladi. Bu esa chetki xonasi bo'ladi. Hozirda burada salon krasotay bo'lib turibdi. Mana bu yoqlarni bo'lib ishlab qo'yibdilar. Hamma sharoitlari bor. Arendaga o'tiraveradi. Agar olaman desangiz, yuqoridan tiklab olasiz, yuqoridan arendaga berib, shunday pulni bosib o'tirsangiz bo'ladi. Shu yerning o'zidan oyina 10 million 1000 dollar atrofida arenda puli keladi ekan. Bu esa podval qismi bo'ladi. Bu yerda ko'pchilik kafe, pitssaxona shunga o'xshash narsalar bilan ishlatgan. So'ngga ishlatgan mana chitir-chitir somsasi bo'ladi. Bu yerda ko'pchilik lokatsiyasini yodlab olgan. Ko'rtingizlar, mana stol ko'rslari, katyollari umniy katyollardan qo'yilgan, gaz bilan to'q bilan ishlaydigan katyollar. Bu esa kuxnya qismi. Magan bu yerda vajlari bilan birga sotiladi. Hamma narsasi faqatgina xolodilnigi bilan, mana 2 xolodilnigi bor ekan. Shu ikkovi berilmaydi. Qolgan mana pechkilari bor, toster apparatlari, shunga o'xshash ko'p narsalar bor ekan. Kelib ko'rib Nunu var ekanligini ustida gaplashib olaverasizlar. Endi esa keyingi ofislarni ko'rsatamiz. Bizning ikki yoq tomondan podval bo'ladi. Bir tomonini ko'rdingiz, kafega moslashgan, bu yog'i esa ofis uchun mo'ljallangan bo'ladi. Mana shunday bir xona. Yer maydoni X o'tkili bo'ladi. Dokumentlari turar qilib ishlangan. Yuqorilarni salib olish uchun kadastrdan ruxsatlari ham olib turibdi. Bemalol kelib ishlayverasiz. Podvali mana birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etaj tiklab olib, yuqorilarni ham arendaga bersangiz, normal summa kelib turadi bu yerdan aqalli. Hozirning o'zida 10 millionga yaqin arendasi bor ekan. Adresimizda ham shunday Shayx Abbos Veli ko'chasi bo'ladi. Biyoniy ko'chadan kirganimizda sirazi chap qo'lda bu yog'imiz Biyoniy savdo markazidan gipermarketga qarab ketish bo'ladi aqallar. Bahasi 85 ming dollar aytilyapti. Qaytilib kelish betaylari bor. Kelib ko'rishaqlarni ko'rsatamiz, kliplarni o'zlarimiz olib, pastga nomer yozib qoldiramiz. Baholarni elar bilan kelishib olaverasizlar. Hammangizga ana shunday barakatli zaniyalar nasib etsin.